desa ekan, unda birlik desa bor ekan. Shuni mana qaytaraylik. Tasdiqlasa qaytardi. Demak bu omborga qaytib kelib tushdi. Demak mana 3 ta qoldi. Demak 7 tagacha mana shu sarg'ayib turadi. 7 ta qolgandan keyin o'sha lesani 3 dan biri qoldi, kam qoldi buyumda deb bildirib turadi. Ijara qismida faqat hozir paytda aktiv ijarada buyum olganlar ro'yxatda turadi. Baza qismi demak bu hamma klientimizning bazasi shu yerda bo'ladi. Bu bizdan narsa olgan, bergan, qarzi bor, qarzi yo'q hammasi ko'rinib turadi. Mana boshdagi qizillar, bular hammasi qarzi borlar. Misol uchun Jamshid Is'haqov qarzini ko'rsak, mana mijoz afsotiga kirsak 32,5 ming so'm qarzi bor ekan. Hop, Ravshan Saqovga kirsak, mana 30 ming so'm ekan qarzi. Demak 32 ming, 30 ming, Husan Keldiyev mana 25 ming so'm qarzi bor ekan. Hop. Qarzi borlar birinchida ko'rinib turadi o'sha qarzini to'lov qilib qo'shishimiz mumkin. Hozir mana to'lov qismini ham yoqib qo'ydim. Hali tasdiqlanmagan to'lov yo'q. Demak, xodim hali hech kimdan pul olgani yo'q. Shu yerda endi pul olishni boshlaymiz. Demak, kassaga to'lov. Demak, buni 30 ming so'm olamizda 2,5 ming so'm chegirma qilib beramiz. Odatda shunaqa bo'ladi. Mayda qismini ko'pchilik olmaydi, yarim kun, bir kun o'tib beradi. Demak, ketdi bu. Ravshan Saqov chiqib qoldi mana. Bundan ham qarzini o'chiramiz. Bunga skidka qilib bermaymiz. O'zi 30 ming so'm ekan. Bo'ldi. Husan Keldiyev ko'ramiz. Bunga mana 20 ming so'm olib 5 ming so'm chegirma qilib beraylik. Avaz Qodirov. Bunga ham 25 ming so'm ekan. Chegirma qilib bermaymiz. Nurbek Xolmatovga ham demak 6 ming so'm ekan o'zi. 5 ming so'm berib 1000 so'm chegirma qilib olamiz bunga. Qaytamiz yo'qligi uchun. Agar mana shu holatda 10 ming so'm bo'lib qolsa nima bo'ladi desangiz? Ketdi chegirma. Nurbek Xolmatovni ko'radigan bo'lsak, mana balansi demak plyusda chiqib qoldi. 9 ming so'm haqdor bo'lib qoldi bu bola. Shuning uchun to'g'ri belgilash kerak bo'ladi. Bunisini 6 ming so'm tasdiqladik. Demak, mana birorta qarz olgan odam qolmadi, qizillarimiz qolmadi. Demak, to'lov qismiga o'tsak, mana biz demak tasdiqlanmagan to'lovlar 30 ming so'm kimdandir olibmiz, 2,5 ming so'm chegirma qilib beribmiz. Jamshid Saqovdan, bunisidan ham Ravshan Saqovdan ham 30 ming so'm olibmiz. Husan Keldiyevdan mana 20 ming olib 5 ming so'm chegirma qilib beribmiz. Avaz Qodirovdan 90 qovli ekan, chegirma qilibmiz. Xo'p. Mana shunday ko'rinib turadi. Buni bitta topshiriladi keyin. Hop, endi biz klient baza menyusiga kelgandik. Demak, bu yerda izlashimiz mumkin. Mana telefon raqam 23 32 23 32 bir dona ekan. Hop, mana adresi bo'yicha Qaqar deb izlab ko'raylik. Mana 4 ta Qaqarlik bor ekan. Qo'qonboy deb izlab ko'raylik. 4 ta Qo'qonboylik bor ekan. Hop. Ali deb izlab ko'ramiz. Mana Salim Alisi borlardan hammasi ham chiqib beradi. Hamduvali, Shamsiddin Valiyev, Ali. Hop, mana Vali deb izlab ko'raylikchi. Mana Alijon Valiyev, Hamduvali Halimov, hamda Shamsiddin Valiyev 4 ta ekan. Mana Halimov deb Halimjon deb izlab ko'raylik. Mana 2 ta ekan. Salim Halimov bor ekan, Hamduvali Halimov. Demak, telefon raqami orqali, adres orqali, ism yoki familiyasi orqali izlash mumkin. Nimada ham xuddi shunaqa ijara qismida ham o'sha mana shu bor ma'lumotlar bilan
izlash mumkin bu yerda ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat.